Assalomu alaykum, PS4 kuzatgan mijozda sizlar uchun bomba obzor qilib beramiz. Tez ketayotgan PlayStation'larimizdan boshlanadi. PlayStation 3 Yevropadan kelayotgan Super Slim modeldan tortib Slim modeligacha bor. Xo'p, bu model Slim model sizlar uchun ideal holatda keladi. Narxlarimiz o'sha o'zgarmagan $160 ga ikkitadan joystick, yangi joystick sizlar uchun qilib beramiz. Bu Super Slim model o'sha legenda bo'lgan. 500 GB xotiraga ega bo'lgan, plombalari ham ochilmagan, ideal holatda. Narxi o'sha o'zgarmagan $160. Xo'p, bizlar versa 4 Slim 1 TB, ikkita yangi joystick bilan aytgan o'yiningizni joyida yozib beramiz. 25 ming so'mdan xohlasangiz, xohlagan o'yiningizni yozdirishingiz bo'ladi keyinchaligiga. Buni narxini sizga $250 qilib beramiz, ikkita joystick bilan. 4 Slim Limited Edition. Bularning joysticki alohida tema. Bitta ko'ringlar. Original bo'ladi. Ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bo'ldi, sevib ko'radigan multfilm yoki kinosi Chelak-Pavuk PlayStation'i 4 Slim. Bizada PS4dan kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Pro 1 TB 4K podдержка qiladi. 60 Hz podдержка qiladi. Lekin kачествоsi alohida tema. Buni ham 15 ta o'yin sig'adi. Eng arzon narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Bizada $250 ga ikkita joystick bilan qilib beramiz. Bozor bo'yicha eng arzoni PS4da bo'ladi. Slow versa bu ham Limit Edition. Joystickga alohida tema bitta ko'rib olasiz. Xohlagan o'yinlarni terib yozdirsanglar bo'ladi. Bular $300 dan sotilgan. Sizlarga eng arzon narxda qilib beramiz. Keling, xarid qiling, eng arzon narxda bizada 5 fat disketli. $630 yangi sotilgan o'yinlari bilan birga $500 sotilyapti. Sizga $490-485 dan qilib beramiz. Albatta ichida yangi o'yinlar bo'ladi. FIFA 26, PES 26, GTA 5, UFC 5, Mortal Kombat 1, 11 bo'lgan, to'plam o'yinlari siz uchun. 1 TB Slim model 2024 chiqqan. Xotirasi 1 TB, 15 tadan oshiq o'yin ketadi. Narxi $430 qilib beramiz. Ideal holatda bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. $20 turadi. Korpus taqilgan qora neobичный disketli yangisi $630 sotilyapti. $470 ga berib yuboramiz o'yinlari bilan birga. Buni xotirasi ham 1 TB. Ko'rib chiqdinglar, 3 dan tortib 5 fat, 5 slim disketli modellarigacha bor. Bizada endi bunaqasi hali bo'lmagan, birinchi marta sotilyapti. 5 Pro ni ishlatilgan modeli bor. Qani sizlar bilan bitta obzorini ko'rib chiqamiz. Ideal 2025 chiqqan model 5 Pro 2 TB bo'ladi. Ichiga 30 tadan oshiq o'yin ketadi. Xo'p. Korobkasining ustiga yozib qo'yilgan mana 34 ta o'yini bor ekan. Hammasi o'yin. 34 ta o'yini. Yangi qanaqa holda komplektatsiyasi bo'lsa, hammasi tiyilmagan, o'zgarmagan, hammasi joy-joyida mana ko'rasizlar. Hattoki joysticklari ham idealni matyu bo'lib turibdi. Xotirasi 2 TB bo'ladi, saksanasini bitta ko'rib olasizlar. Idealni bo'lib turibdi. Xo'p, yangisini narxiga keladigan bo'lsa, bizada hozirgi paytda $950 ga o'yinlar bilan birga xarid qilsangiz bo'ladi. Yangisini narxi. Bu ishlatilgan narxi juda ham arzon narxda xarid qilsangiz bo'ladi. $150 kamiga sotib yuboramiz, $8 ga berib yuboramiz. Xo'p, $8 ga 5 Pro ni xarid qilsangiz, $50 ga sotilgan Biz Pro'dan zarrachi kullerimizni hadya qilib yuboramiz. Buni ham $50 sotilgan. Keling, xarid qiling, eng arzon narxda PS Store'da sizni kutib qolamiz. PS Store, kelamiz.